Diyarbek bu necha soat qaynaydi o'pshi? Menimcha bu 4 soat qaynaydi. 4 soatda pishadi. O'zini qiynayapti. O'zini mana go'ngida mana yonyapti menimcha. Gaz bilan aralashish yonavergan. Gaz bilan aralashaveradi mana. Bular ham assortiment bo'lib ketgan, Makka ham bor. Mana Makka, mana bu qarang mana. Haqiqiy effekti yaxshi-a buni. Suvlarni ham olib qo'ying mana, qaynayapti qarang. 4 soatda tayyor bo'ladi bu. 4 soatda tayyor bo'ladi. Menimcha buni mana 1 soatlarda bunday aralashtirib turish kerak. Aralashtirib turish kerak. Yo'qsa buni haligi yonganiga tagi qizib, yopishib qoladi tagi bug'doy arpalari. Diyarbek somonga silos aralashtirib berasiz abitga. Silos aralashtiramiz, menimcha mana. 2 mahal edi mashina. 2 mahal. Birinchi silos somon sovulamiz menimcha. Birinchi somon ustiga kelgan silos berasiz. Silos beramiz menimcha. Somonni o'zini ham yo'ra ekan-a? Somonni o'zini ham yo'ra. Ishtaha ukol dorilarni vaqtida qilagansiz-a? Vaqtida qilamiz menimcha. Menimcha buni 1,5 ta qilib solinadi. 1,5 ta. Mana ikkita qo'chqorimiz ham bor. Bu ham o'sha zot yo'nalishga dedingiz-a? Liniyalik. Seleksiya chiqargan, liniyal. Qulog'i ham uzun ekan qo'yiladi. Bu somonni ustiga qo'shib berasizmi Diyarbek buni? Silos ham qarang, mayda-maydada olinganda menimcha. Chirib ketmabdi-a? Yaxshi bosilgan ekan. Olishda ham menimcha yaxshilab e'tibor berish kerak-da. Mayinroqdan olaverish kerak. Qo'y bo'lmagan o'zi bu, a? Qo'y bo'pti. Effekti yaxshi, buni ham ishtancha yengil qiladi. Menimcha mana mayda-mayda. Haligi qo'y yegani ham qiynalmaydi-da. Bular o'zi abit vaqtini bilagan-a Diyarbek hammasi. Sizni ko'rib xursand bo'lib ketyapti. Ha. Bunda 1,5 ta qilib beriladi menimcha. Bu abitlik hashagida to'g'rimi? Shunaqa, ha. 2 mahal beramiz shunda. Jonivorlar. Qo'yda baraka yaxshi Diyarbek. Baraka zo'r. O'zingiz atay liniyaliklardan tashagan ekansiz buni? Diyarbek bundan 2 ta. Kepakdan 2 ta bo'ladi mana. Mashinada 2 ta. Yetadi. Mana. Flosga aralashtirib bersak, yaxshi yeb qoladi buni. Mushkul chiqarmaydi. O'zi hammasini ishtaha dorilarni vaqtida berganingizga qo'yiladi, ishtahasi yaxshi yangi. Mana. Qo'chqorlar adinni qilib qo'yibsan bo'ladi. Kepak tushdi yeyishni boshladi mana. Mana. Kepak tushdi yeyishni boshladi. Jonivorlar qulog'ini uzunligini qarang. Zo'rdan tergan ekan haqiqiy. Ha, qo'ylar liniyaligidan Bahramjon hammasi. Hammasi bir qo'roya bular bitta cho'ponniki. Bitta cho'ponniki. Qo'chqorlarni qoni adin. Adin. Assalomu alaykum, Bahramjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan, poddashkada bo'lib turgan aka-ukalarimiz, YouTube ishqibozlari, chorva qo'y ishqibozlari. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Sizlar uchun qo'ldan kelganicha bugunga maxsus foydali video bo'ladi degan umiddaman inshaalloh. Bugun akalar qo'y boqishda batafsil yoritib o'tamiz. Yana o'sha taniysizlar bu do'stimizni xonadonlaridamiz. Mana shu Diyarbekda xonadoniga kelganmiz. Siling Bahramjon, Diyarbek, sizlarni yaxshimi? Kelib oldingizmi? Assalomu alaykum obunachilar. Xudo xolasa bugunga men o'zim uyimda boqib turgan toza liniyali qo'ylar, o'zimiz qo'ylardan xudo xolasa Qirg'izistondagi liniyali qo'ylar ham bor ichida. Liniyali qo'chqorlar ham bor. Tergan ekansiz-a? Terilgan, xudo xolasa bularni boqyapmiz. Boqish jarayonlarini, yemi qancha, hashagi qancha, silos qancha daromad olsa bo'ladi hammasini. Hammasini aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Qo'llab-quvvatlab turishadi. Xo'p, akalar, biz video syomkamizni Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida olib boryapmiz akalar. Kuzatib turasizlar. Bugunga sizlar uchun manfaatli video bo'ladi degan umiddaman. Akalar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil, hop 12-fevral. Xolasa, like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Boshlayveramiz-a, Diyarbek? Boshlayveramiz, Bahramjon. Hop, necha bosh qo'y boqasiz beyda, Diyarbek? Bosh bayda Bahramjon 16 ta sog'liq. 16 ta urg'ochi. Qirg'iziston yanichka sog'liqlar. Akalar, haqiqiy yaxshilaridan tergan ekanlar mana. Ko'rib turibsizlar. O'zim bular terganmi, Bahramjon bitta erinmay. Bitta terilgan hammasi. Mana. Hammasi yaxshi qo'ylar ekan-a? Liniyaliklari ham bor. Liniyaliklari ham bor. Xolasa toza qo'ylar Bahramjon, yoshlari bir 6 oylik atrofida. 6 oylik, hali yosh ekan-a? Bo'ylari 75-80 gacha, 75 dan 80 gacha. Haligimi Diyarbek bularda yana bir 4 oy, 5 oydan kelgan qo'yga qo'shsa bo'laveradi-a? Bir 5 oy, 6 oy atrofida. Buni yoshda to'g'rimi hali bular? Shunaqa. Hali qo'z akalar. Ko'rib turibsiz. Hozir Bahramjon yem beryapmiz. Ko'p bermayapti. Endi bular qo'zda o'sadigan narsa. O'sadigan narsa. Hamza qancha ko'p bersangiz ham badaniga olmaydi. Qo'zdan o'sib turgan narsa. O'sadigan narsa. Yemini beryapmiz. Ovqati shu bug'doy, arpa, Makka qaynatib beramiz keyin
2 mahal haligi beramiz, silos beramiz. Somonga aralashtirib. Somonga Mana aralashtirib. somonamiz ham Hozir şeyda. hammasini ipidan ignasigacha aytib o'taveramiz. Xudo xolasa. Mana shu Diyorbek videoda da xolasa mana shu qo'ramizdan boshlasak, necha metr? Qo'ramiz haqida ham ma'lumotni berib o'taylik. 6 yil, 7 yil olib qurilgan. O'sha eni 4,5 metr Bahramjon. Hop, endi 4,5 metr. 4,5 metr, uzunasi 15 metr. 15 metr. Hop, Diyorbek bu qo'ramizni eni necha metr dedingiz? Eni 4,5 metr Bahramjon. Endi 4,5 metr ekan. 4,5 metr, o'sha uzunasi 15 metrmi shunaqa Bahramjon. 15 metr akalar, uzunligi 15 metr. Salafanlar olib tashlayapsiz o'zi qishda. Ha bu qo'ylar Qirg'iziston o'yinchi biz xodimida salafan umuman o'rolmadi. Bu yil o'rolmadi salafan. Qachon tashladingiz bularni Diyorbek? Bahramjon bir 10 kun, 15 kun bo'lib qoldi. Endi boshlabsiz-da. Endi boshladi, teryapti. Ha, oxirladi ham. İçi neç metr Diyorbek beydi? 3 metr ekan ha? 3 metrdan jichcha oshiqroq. 3 metrdan oshiqroq. Mana yo'lagi ham bor ekan. Bu endi bu qo'yxonamiz ilgari qurilgan, xudo xolasa bega chiqancha bo'lib ketmay ilgari bir ketganmiz 15 million bilanmi bitganda. Mana shu holatga kelishga 15 million ketgan. 6-7 yil oldin shunaqa bitgan. Diyorbek Mana ikki dona qo'chqorimiz ham bor Bahramjon, toza qo'chqordan mana. 16 ta so'g'liq, 2 ta qo'chqarmi? 2 dona qo'chqor mana. 18 bosh qo'yagan ha o'pshi. Quloqlari ham 21. Ikkalasini ham mana. Zotlik ekan ha bu. Toza lineallik qo'ydi Bahramjon. Nima bu seleksiyon olishga vaqtyapsizmi bular? Shunaqa qarang, endi shunga harakat bizga. Ko'paytirgan. Endi boshlab olganmiz o'zimiz. Ha, xudo xolasa yana yig'amiz Bahramjon. Yana bir 10 ta, yana 10 ta keladi xudo xolasa. Keyin yana bir oydan keyin yana video qilamiz. Bir oydan keyin chaqirasiz. Quloqlarini ham qarang. O'zi ekalasi ham tish yormagan. Qo'ya olishda ham Bahramjon, misol buni ham yo'li bor-da, qo'yagan deb 10 kun qo'yib ketilolmaydi. Dumbaraz res, quloq joylashuvlari sifatiga birinchi o'rinda. Sifatiga, sog'lomidan olaverish kerak. Effekti yaxshi bo'ladi shunda. Effekti yaxshi bo'ladi. Mana. Jichchi qimmat bo'lsa, sifati narsa bo'lsa, bular suzishmas ekan, eslik ekan. Suzishmaydi, ha. Mana. Haqiqat. Bunisi Bahramjon 7 oylik. Narigichi? Bunisi 7 oylik, o'sha nargisi 8 oylik shunaqa atrofida. 8 qulog'i ham 20 dan oshiq. Bo'ylari 80 dan balandmi? 85. 85. Ikki ham 85 dan bo'lsa kerak. Qulog'i uzun variantidan. Ha, Hop, Diyorbek. Bularni ishtahasiga qarshi emlatib, dori qilganmisiz bularni? Dori qilyapmiz Bahramjon, mana Alben bor mana. Alben mana. Mana. Alben'da ham har xil bo'ladi-da. Misol bu 100 ming, 80 minglik bo'ladi, 60 minglik bo'ladi. Sal jichcha qimmatroq bo'lsa 100 minglik olsa, effekti yaxshi. Bular kilosi bir 35 ag'mag'ida chiqadi kilosi. Bularga 5 grammdan yetadi. 5 grammdan yetadi. Qo'ringa beriladi buni Bahramjon. Misol ichida qurtlariga necha kunda bir beriladi ya? Har haftami, har oymi? 12 kunda bir beraman men. 12 kunda bir berasiz. 2 mahalmi, 1 mahalmi? 1 mahal ichadimi? Ha, 1 mahal. Och qoringa ya? Och qoringa ertalab ozonda beriladi. Ozonda berasiz. Ha, ertalab ozonda beriladi. Hozir bularda misol yemini, kun tartibini aytib kelsangiz, ertalab nima berasiz birinchi? Ertalab xo'sh makka, arpa, bug'doy qaynatib beramiz. Qaynatilgan. Assortiment bo'lar ekan-da. Assortiment bo'ladi. Ichiga ham misol shu uydan chiqqan po'choqlardan tashlab beramiz. Shu ertalab 8 da beramiz, kechki tomon 5:30 da beramiz. Abitga nima beramiz? Abitga emas, soat 10 da 1,5 taqara silos, 1,5 taqara haligi nima deydi? Somon. Video davomida qo'yib ketamiz boshiga. Qo'yib ham ketamiz. Abitlik hashagini. Soat 2 da yana 1,5 taqara somon, 1,5 taqara haligi silos beriladi. Suv nechida ichadi? Abitga bir mahal ichadi. Bir mahal abitda qo'yamiz bo'ladi. Shuni ichib oladi bo'ladi. Yo'qsa yonda pastiyani suv tursa ham tag yo'l qilaveradi. Lekin akalar bitta narsaga e'tibor berib qo'yinglar. Tozalik bor joyda baraka ham bo'ladi. Mana ko'ryapti turibsizlar. O'g'irni ham ko'ryapsizmi? Kichkina qilib qo'ymaganmiz. Bir xil o'g'irlar mana. Mashidan mana shunaqa. O'g'ram bir bo'lsa, qo'ylar xotirjam yeb, hali mayda chiqarib 40 cm ekan-a, o'g'rama. 40 cm chiqadi. Mana Ichini ham keng qilamiz. Hashak to'kilib ham ketolmaydi. Bemalol yeydi mana bag'ida ham boring akalar. Xotirjam turaveradi. Bey o'zi ancharoq qo'ygan mo'ljallangan ekan-a beyda. Beyda hozircha mana 16 ta bag'ida sovuq turibdi, ag'da qo'chqorlar turibdi. Xotirjam beyga Bahramjon mana shu qo'zlarda 25 ta yuradi mana shu yerda. Bag'da ham o'g'ri bor-da. Bag'da ham 25 ta o'pshu bahsa bo'laveradi. Ha, shunaqa. Mana bag'da bo'lib qo'yganmiz qo'chqorlar. Daromadni nima deymiz buni orqasidan Diyorbek? Zo'r Bahramjon. Effekti yaxshimi? Faqat hozir hamma o'sha linealik qo'ylarga, misol mana seleksiyaga qilishga o'tyapti hamma. Xudo xolasa biz ham shunga harakat etdik Bahramjon. Xudo xolasa ko'ryapsiz, sog'liqda haqiqatan gul sog'liqqa juda shifos ko'p. To'g'risi gapda biz ham tortim yaxshi bo'ldi sog'liqda. O'zingiz ham ancha qo'y chiqardingiz. Faqat sog'liq sotdik bu yil. Qo'chqorga qaraganda sog'liq bu yil ancha pul bo'ldi.
kelib. Haqiqiy mana qilasidan tashlab boqinglar. Tiniq qo'ylar. Mazza qilib boqasizlar. Bularni yem yeyishini ko'ra charchoqlaringiz chiqib ketsa kerak o'z Diyorbek. Bular Bahramjon umuman nushq chiqarmaydi. Bahramjon. Ishtahasi yaxshi. Ishtahasi vosh zo'r hozir mana somonni ham olib ko'rsatib qo'yamiz mana. Bahramjon. Mana. Mana somonni ham oling mana. Mana. Jonivorlar. Mana mun qarang. Bu qaranglar akalar, ishtahasi haqiqiy ukol dorisini vaqtida qilib tursalaring mana. Mana Bahramjon Qo'y somon deyapti. yeb turgani uchun badani yaxshi akalar. Yemasa, ichmasa badani bunaqa bo'lmaydi akalar. O'zi bular dalani qo'yib Bahramjon. Mana o'zimiz o'rgatib qo'yganmiz-da, bir xil qo'ylar oldiga tashlashsang, nushq chiqarib beradi-da. Nushq chiqarib beradi. Nushq chiqarib beradi, sen ham uni yemagandan keyin iloji yo'q, musurga tashlaysizlar. Bizda uval bo'lmaydi mana. Somon deyapti Bahramjon. Mana. Ko'rib turibsizlar. Somonni ham drabilkada mayda-mayda qilib chiqaramizda. Haliga qo'y bob qilingan-da. Shunaqa mana Bahramjon mana. Maydalarni ko'ryapsizmi mana? Upoq qo'yaradi. Bu ham siloskallashtirib tagi uyib ketmasligi uchun. Siloska aralashtirsak tagi uymaydi Bahramjon. O'zini bermaysiz lekin siloskallashtirib beriladi. O'zini bermaymiz. Ha, O'zini akalar. bermaymiz. Tagini to'lib boradi-da. Hop, Diyorbek tuzlari ham bor ekan mana uyda. Tuzlari ham bor mana. Bahramjon Tuz bo'lish kerak-a, обязательно. Tuzni yalash tugul yeb qo'yapti qo'ylar. Qo'ylar yeb qo'yapti. Qo'ylar yeb Qaysidir qo'yapti. garmon yetishmasligi uchun Ha, shunaqa. qo'ylar shunaqa. Mana endi hozir ukor dorilar qilib bani qilyapmiz, to'g'ri mana. Tuzni ham yeb qo'y, qarang. Tuz qolmadi mana. Qolmabdi, o'zi ashi bitta qolibdi qo'chqonlarni oldida. Xolos mana Bahramjon mana shu albuminam juda yaxshi narsa mana. Ko'rishyapsiz mana mashina mana. Sigirchot ham qolishaveradi. Shu veterinariyaga kirsa mashina berishadi. Misol 35 kilolik qo'ylarga shu 5 gram 6 gramdan berishadi. Katta qo'ylargachi 10 gram kilosiga qarab-da. kilosiga qarab 60 kilolik qo'ylarga 10 gramdan berilaveradi. 60 kilo 65 kiloliklarga. 10 gramdan ketaveradi. Hop, Diyorbek buni yemini beramizmi hozir birgalikda? Yemini beraveramiz, Bahramjon yo'q. Boshladingmi? Boshladik. Hop, Diyorbek bu endi yemi-ya. Yemi Bahramjon mana ko'ring mana. Arpa, bug'doy, mana makka. Makka. U qarang, pishirishni ham bilish kerak-da mana. Bahramjon pishganda yollib ketgan. Shunaqa pishirish kerak-da mana. Ketibdi ancha. Shunaqa, ha. Bu necha soat qaynaydi bu Diyorbek? Bahramjon bu 4 soatda qaynab pishadi. 4 soatda pishadi, tayyor bo'ladi. Bahramjon mashinada misol mana 6 ta tashlaymiz. 6 ta nima unda? Ikkasi arpa. 2 ta arpa bunda. Bunda. Hop. Keyin 4,5 kasa o'sh bug'doy bilan makka aralash. Makka bilan taxminan 7 kilo tushadi Bahramjon bunga. 7 kilo mana shu qozonga tortadigan bo'lsak, xotirjam 14 kilo chiqadi. 14 kilo. Pishirib bersak, misol 1% ga yana ko'payadi-da. Yana ko'payaveradi. Yana ko'payaveradi. To'g'ri. Effekti ham yaxshi lekin. Effekti ham zo'r Bahramjon mana. Qarang mana. Puchoq-mochoqlardan ham uydan chiqqanlar ham tashlaveramiz Bahramjon. Tashlaveravering. Shunaqa. Bu gaz bilan pishirasizmi buni? Gaz bilan pishiramiz Bahramjon. Endi tutashtirib olguncha gazni qo'yib qo'yamiz mana bunday qilib, keyin qiydan tashlab qo'yamiz. Qiydan tashlab qo'yasiz. Qiydan tashlab qo'yamiz, keyin yonaveradi. O'zini qiyi bilan pishaveradi. O'zini o'zi qoplayveradi. O'zini o'zi qoplaveradi. Hop, bunga tashlaymizmi Ha, hozir? endi bunga tashlaymiz. Nechta tashlaymiz hozir? Yarmini tashlaymiz-da. Yarmini. Ha. Bo'ldi, boshladik yo'qolsam. Batafsil ko'rsatib o'tib ketaveraylik, erinmasdan. Bo'ldi. Mana, kelar. Mana Uy issiq sharoitida- qaynab turgan joyida. Nima deydi? Oson usulda baqmoqchimisiz? Mana. Ko'rib turibsiz. Mana. 2 baravarga ko'paygan-da. 2 barobarga Bahramjon 7 kilo narsa 14 kilo bo'ladi-da. Ha, 5 kilo narsa 10 kilo bo'lgan. Bu tomonlama yutuqlari bor ekan. Shunaqa. Hozir nariga pishmaganini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ha, ko'rsatamiz ularga. Qulug'gacha aytib, ponni qancha ketadi, qancha rasxod qiladi bitta qo'y bir kunda. Buni sovutish kerakmi ozgina? So'tish kerak ozgina, ha, mana. Ko'rib turibsizlar, haqiqiy. Hammasi zo'r holatda kelib qolgan bular, ha? Qo'ylar Puchoqlari ham tashlab chaynab ham o'tirmas ekan mana. Ko'rib turibsizlar. Endi bunga Bahramjon. Xo'sh, bunga mana mashinada 3 ta kepak qo'shib beramiz mana. Kepak 3 Hozir ta. kepakni ham olib kelamiz. Hop, buni ustiga kepak solamiz, ha? Bahramjon mana mashinada 3 ta solinadi. Hozir mana bir 5 minut sovuq oladi Bahramjon. Ozgina sovuq olgandan keyin issiq. Mana endi mana oradan 5 minut o'tdi mana endi mana kepakni sevyapmiz Bahramjon. Diyorbek bu qo'chqorga ham shundan bersa effekt yaxshi Qo'chqoriga bo'ladimi? vobshe zo'r. Liboy qo'ygan. Qo'chqor sovuq barib tez semiradi Bahramjon. Mana qo'chqorga bersam qo'chqorni ham dahshat semirtiradi Bahramjon. 2 mahal yetadi o'zi mana shu yemni. 3 mahal berish shart emas-a? 2 mahal xotirjam yetadi Bahramjon. Mana endi buni aralashtirib beramiz Bahramjon. Mana. Haqiqiy uy sharoitida qo'yni qanday boqsamikin degan akalamizga tavsiya qilamiz ko'rishdi. Yana ham ko'payadi, kepa qo'shilsa, kepaga ham yopishib, yana ham katta-katta bo'lib ketadi bular mana. Bug'doyni ham qarang mana, katta-katta bo'lib ketyapti. Haqiqiy shib ketadi yana ham. ancha ko'paygan, ha, bu. Ancha ko'payadi. Shu tomonlama yutuq boragan akalar.
Ko'ryap turgan bo'lsalaring, like bosib ketinglar. Mana shu do'stimizni ozgina mehnatini qadrlab like bosib tursalang, sizlarga mana shu kanalda obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa, qo'y baqsirlari. Misol, nariga qo'yxonamizga yo'namiz, katta qo'yxona ham qurilgan. Aydigan obzorni qilamiz. Batafsil yoritib o'tasiz. Kechagina siz yo'q edingiz, men ozgina bo'lsa ham video qildim tomoshabinlarga. Ash qo'yxona ham bizniki pishgan ashtadan ham qurilgan, barcha. Hamma ma'lumot pishgan ashta qanchadan olingan, Qancha ketgan, hammasini aytib o'tasiz. Hamma yo'g'ini bir-ikini bo'sh kunda video obzor qilib berasiz. Sindirib obzorni qilamiz. Biz obunachilar ham so'rashdi, o'shani batafsil boshqatdan video obzor qiling, qo'yxona yaxshi tushgan ekan deb so'rashdi. Akalarimiz talabiga binoan qilamiz. O'tgan yil xuddi shu bugundan harakati boshlanganda sheyga. Mana bugun 1 yil bo'ldi. Nechinchi fevral? 12-fevral. 12-fevralda xuddi mana shu kundan harakat boshlangandi. 1 yilda bitkizib oldingiz. Ha, u 2 oyda bitdi. Keyin montaj yerlari bor, aylarni qildik. Bir-akan xohlasa отдельный ham syomka qilamiz, Bahramjon. Mana. Hash kanalni kuzatib borasizlar, chiqishda davom etadi. Boshladingmi qo'yga berishni? Boshladik, Bahramjon. Mana yemni ham olib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Bahramjon issiqni qaynaq qilib yemlar to'kilyapti. Akalar, mana shu videoda ko'ryap turgan aka-ukalarimizga nasib qilsa mahna qo'yiladi, qo'y boqish. Hammaga nasib qilsin, Bahramjon shunaqa. Hammaga 100 bosh, 200 boshdan baqinglar akalar, mana ko'rib turibsizlar, haqiqiy mazza qilib beradi qo'ylar. Bular oshiqcha ko'p bermas ekansa, Diyorbek. Yo'q, Bahramjon, yengil-yengil. Men senga aytdim-ku hali video davomida ham. Bular qo'zahli, Bahramjon. Qancha berganing bilan ham Bahramjon badanga hozir ko'p olmaydi-da. O'siyab turgan narsa, bu 6 oylik narsa-da. Keyin bo'ldi buni semirtirishga baxmayapsiz. Zotga Bahramjon. Yengil-yengil yem deb bersak, chiroyli bo'lib boraveradi. Chiroyli bo'lib boraveradi. Haqiqat. Mana akalar ko'rib turibsizlar. Qo'chqarni qaranglar, zo'ridan tashlagan ekan do'stimiz ham. Tavsiya qilamiz, mahnaga qo'yiladi, olib baqinglar. Xolasa effekti yaxshi bo'laveradi sizlar kutgandagi. Qo'yda baraka bor akalar, chorvada. Hamma sohada ham ozginadan boshlanadi. 2 ta olsangiz 4 ta bo'ladi, 4 ta olsangiz 8 ta bo'ladi. Sekin-sekin ko'payib ketaveradi akalar. Ko'rib turibsizlar. Mana. Haqiqiy yemini yeb, bularda tomosha qilsangiz charchoqlaringiz ham chiqib ketadi mana. Jonivorlar qaranglar. Mana ikkinchi tag'aramiz ham tayyor, Bahramjon. Ikkinchisi ham tayyor. Chiqib o'tib olaychi. Issiqni yeb olishadi. Ko'rib turibsizlar akalar. Haqiqiy ko'p vaqt ketmas ekan-a? Primerni bir 15 minut vaqt ketay ekan. 10 minut, 15 minut emas, qaragan Bahramjon. Shunaqa mana. Hammasi mazza qilib, o'zi vaqtini ham bilib qolgan bo'lsa kerak-a bular-a? Bahramjon, endi bugun ertaroq video qildik. Ya'ni qorong'i bo'lib ketmasin deb. Ha, to'g'ri. O'zi buni vaqti bor. Endi pulsi video qilganimiz uchun siz ertaroq yemini berasiz bu safar. Qorong'i bo'lib ketmasin. Qorong'i bo'lib ketmasin deb. Qo'yda ko'rinmaydi. O'zi Bahramjon bitta narsa ham esdan chiqib qolibdi. Oltin guyt qo'shilyapti turadi. Shu esdan chiqib qolibdi, misol. Uni bir marta, ikki marta qo'shib berasizmi? Ha, 18 ta qo'ygan turing Bahramjon. Ha. Misol. Yemini yarim, shu qozonni yarimini oldim-a? Ha. Yarimdan o'shanga 18 ta qo'yga o'sha bir qoshiq oltin guyt yetadi. Bir qoshiq yetadi. Har bittasiga o'sha 1,5 grammdan yetadi bu qo'llarga. Nima unga effekt beradi u oltin? Endi ichidagi narsalar u ham haligi kasalliklarni tozalaydi-da. Qo'yni yaltiratadi. To'g'ri. Qo'yni yaltiratadi. Haligi ham deb eshitdim. Ishtahani yana ham ochadi qo'yni. Uni qo'tiriga qarshi ham Qo'tiriga qarshi bo'laveradi deb hamma yo'q eshitdim qarshi. shuni. Buni junini etidan keyin olinadi-ku killasiga endi. Qo'y yaltiraq bo'lib qoladi. Hali qora hisor qo'ylar ham bo'ladi-yu. Ha. Shunday qo'ylarga bersam yaltiraq, vosh chiroyli bo'lib qoladi. Badaniga yaxshi effekti bor akalar. Badaniga zo'r effekti bor. Hozir bu yemi yeb bo'lgandan keyin suv tutasizmi yo shu mana? Ertaga Bahramjon. Ertaga. Mana shu yemi ya, bir kunlik yemi mana shu. Bir mahallik. Ko'rib turibsizlar haqiqiy. Mazza qilganda kilometr qo'yamiz Bahramjon mana. Sharoit bor. Xotirjam mana. Hamma joylar ketilgan. Sharoit bor. Hozir bu sovuq suv bermaymiz, issiq suv beramiz lekin. Shamollab qoladi-da, xudo sovuq. Diyorbek. Nechta qo'ydan boshlagansiz? Mana hozir aparatingizda bir 100 bosh ag'bag'da qo'y aylantirasiz-a? 100 bosh shunaqa. Qo'yda baraka yaxshi-ya. Shunaqa, baram bundan 4 yil oldin boshlaganman. Maktabni bitirgan o'zim, xo'sh, o'zim 23 yoshman. 23 yosh. 23 yoshman. O'zim 4 yil oldin boshlaganman. Maktabni bitirib o'zim bozorga chiqqanim 2 ta qo'y bilan boshlaganman. 2 ta qo'ydan hozir 2 ta qo'y bilan boshlaganman. Hozirgacha xudo shukr, hamma yoq zo'r. Daromad zo'r. daromad yaxshi. Ha, xudo xolasa
hamma yo'q. Tavsiya qilib qolasiz Tavsiya obunachilarga. qilamiz. Astaydil Xudodan tilab harakat qilsalaring, xudo xolsa Xudo beraveradi. Qo'yda baraka yaxshi Qo'yda ya. baraka zo'r keyin. Manimcha qo'yni ham olishga e'tibor berish kerak. Qo'y ekan deb 10 kam qo'yni olib kelib olmash kerak mana. Qanaqasidan olish kerak? Manimcha 1 minut ham bo'lgan yo'q mana. Qarang, hamma yerda yeb qo'yyapti. Ishtahasi ham zo'rda qo'yiladi. To'g'ri. Birinchi o'rinda manimcha zotiga qarash kerak, dumbalariga. Qisqasi, Sifatiga. chiroyli, sifatli qo'y olish kerak-da. Sog'lom, ha? 200 ming arzonlar ekanman deb bitta gangir qo'yni olib, uni yetalab yurib, qiynalib yurgandan tatimaydi shu. 200 ming Sog'lom qo'yning Sog'lom. effekti ham yaxshi bo'ladi ichi akalar. chiroyli, dumbalari chiroyli bo'lsin. Hozir barhamja bu Qirg'izistondan kelgan shu yarishga soluqlar bular. Haligi buning ichida bitta o'zimiz bozorda hashak qo'y aralashtirmagan. Qora sura mesni qo'y aralashmagan. Shunday kelgan pardozam qilinmagan. Endi ro'zadan keyin video chiqaramiz barhamja. Ungacha yana 10 ta kelyapti yana. Hop. 10 ta liniyalik zo'rdan kelyapti. Ularni ham qo'shib ro'zada junni og'zib, ro'zadan keyin chiroyli qilib yana bitta video qilib beramiz. Bitta video qilib berasiz. Batafsil Obunachilar uchun video qilib beramiz barhamja. ko'rib turibsizlar akalar. Ozgina bo'lsa ham ma'lumot ulashib turgan bo'lsak, like ni mixlab keting bittadan akalar. Hammaga nasib Oblo qilsin. bo'lib qo'ying, xudo xolasa qo'y baqish sirlari hamma yoqda chiroyli qilib, cho'tik qilib chiqarib beraveramiz. Qo'y savdosi hamma joyga chiqadi. O'zimiz ham qo'y turishimiz, qo'ylar keladi. Kuzatib turing obunachilar. Diyorbek bitta haligi bor endi shu yemlarini ham ko'rsatib o'tib ketamizmi bir pishirilmagan holatda. Ha mana ko'rib turibsizlar. Mana nima deydi? Yem idishlari. Bu arpami Diyorbek? Arpa mana Bahramja. Arpa. Mashina mana Bahramja. Mashina mana. To'la, tep-tekis to'la mana ikkita beriladi. Ikkita beriladi. Ikkita mana. Endi bundan mana makka bilan bug'doy aralash mana. Mana Bahramja to'ldirib olinadi mana. Mana to'ldi mana. To'ldi. Mashina 4,5 kasa qo'shiladi. 4,5 kasa. 4,5 kasa. Endi pishgandan keyin Bahramja mana hali kepak berdik-ku mana. Ha. Mana mashina mana. Olinadi. Mana mashina to'ldirib 3 ta qo'shiladi. O'shanda Diyorbek hop bu kepaga Bu qopini kepak. nech pul olgansiz buni? Bu qopi Bahramjon 87 minglik doladi. Hozir bu 83 mingmi, 82 ming. Arzonlab qoldi. Bu ham bir tushib bir ali bo'lyapti. Mana buni kilosini Bahramjon 4300 dan oldik. 4300 Ha. so'm. Arpa ham 4300. Arpa ham 4300. 4300. O'shanda bitta qo'yingiz nech pulga to'xtaydi bir kunlik rasxoti? 2000 so'm ag'bag'i bo'lsa kerak. 2000 so'm rasxot 2000 qiladi so'm. bir kunda. Shunaqa, ha. 2000 so'm ag'bag'i. O'shanda So'm 10 tasi o'zimizdan. 20 ming. Hop 30 ming rasxoti bor ekan-da. 2000 ag'bag'ida tushadi Bahramjon. 30 ming so'm. Chunki yem ko'p berilmaydi-da. Yem ko'p berilmaydi Yem ko'p hozir. berilmaydi. Shunchaki boqib turibsiz, Ha, seleksiya shunaqa. yo'nalishiga hali o'stiryapmiz-da. yemaydigan payti ham keladi hali bular. Ha, bularni hozir endi o'stirib bir ekitish o'tgandan keyin sal yemni ko'paytiramiz. Keyin Endi- eniga oladi. Etap Uzunasiga ko'paytirib ham- boraverasiz. Ekitish o'tgandan keyin uzunasiga haligi tepasiga ketmaydi-da. Bularni Kam bo'ladi. nobodonda endi o'zim baqaman deyapsiz, agar sotmoqchi bo'lib haligi qilib qolsangiz chaqirasizmi, obunachilarga Ha, berasizmi? Kanal o'zimizniki mana. Xudo xolasa sotamiz deganimizda Bahramjon xudo xolasa qo'yamiz mana shu kanalga, xudo xolasa. Obunachilarga berasiz. Obunachilarga beramiz. Xudo xolasa bularni ko'paytiramiz ham, xudo xolasa. Seleksiya chiqarib ulashasiz obunachilarga. Ko'paytiraveramiz Bahramjon, xudo xolasa. Igza qo'ylarimiz ham bor. Igza qo'ylarimiz boshqa qo'rada. Boshqa qo'radi. Aradan boshqa qo'ylarim bor-da. Uni ham igza vaqti qo'ylarimiz. kelib bir video qilib Vaqt beramiz. kelib ularni ham ro'zadan keyin ularni ham chiqaramiz Bahramjon. Chiqaramiz yana bir ro'zadan oydan keyin ularni ham keyin. chiqaramiz. Hop, Diyorbek bu slos bosilgan yer ekan-a? Voy slos boshlig'iga yer Bahramjon. Bey, nechiga nechi joyi? Bahramjon bey, uzunasi 5 metr. Uzunligi 5 metr. Uzunasi 5 metr. Hop, Yeni 2 dan jichcha oshiqroq. 2 dan jichcha oshiqroq. Ya 20 chiqadi. Haligisi chuqurligi. Chuqurligi 1,5 metr. Chuqurligi 1,5 metr. Endi ochildi mana bunday tushilyapti endi. Endi men ozginasini yebda hali ag'ida bor ekan. O'zimiz baribir. Traktor bosilmagan. O'zimiz bosganmiz mana. Rushnoy bosilgan. Qattiqligini qarang mana. U haligi O'zimiz. nima deydi? Pris qilib bosish sababi chirib ketmasligi uchun-a? Shunaqa chirib ketmaslik uchun. Haqiqatda zo'r turib, svejni turibdi ekan-a? Oyoqda bosganmiz baribir. Mana, kelar. Traktor boshida bosmaganmiz. Ko'rib turibsizlar, svejni turibdi ekan. Baribir sil solishdan e'tibor berish kerak mana. Mayin. Qo'y bopidan olgan ekansiz. Qo'y bobidan. Bir xillari bor, mana osilib turadi alini qadar mana. Mana qo'y bobda bu. Makkalari ham turibdi. Ha, mana makkalari ham bor. Kelar, Mana ko'rib Bahramjon. turibsizlar. Bayga Bahramjon 6 tonnada oshiqroq bosilgan bey. Hop shu 6 tonnadan oshiqroq 6,5 bosilgan. tonna bo'lsa kerak o Bahramjon. 6,5 tonna. Nech mashina bosilgan beyga? Bir mashina. Katta mashinada. mashinada kelgan. Katta mashinada Ha. bitta. Katta mashinada kelgan, o'sha ko'chaga to'kilgan arabada tashib Mana. 3 soat, 4 soatda tashib bosib qo'yganmiz Bahramjon. Ko'p Achib bitmagan lekin. Yo'q, tuzlar tashaganmiz. Tuz ham Ha, tashagansiz. tuzam tashaganmiz. Xudo xolasa zo'r Tuzam qo'shib bersang bo'laveradi. Zo'r turibdi ekan Bahramjon. Yaxshi turibdi ekan. Ha. Bu ancha ishni ham osonlatadi-ya, bu. Maslata Bahramjon mana bunga
Hadi kepakda aralashtirib bersangiz, somonda aralashtirib bersangiz maza qilaveradi. Mana Bahramjon mana solib olib ko'rsatamiz. Mayligini qarang. Nech puldan olgansiz buni? Sir bo'lmasa, aytib bo'ladi. 350 so'mdanmi tushganda? 350 so'mmi? 350 so'mdan tushgan. Arzonligida olgan ekansiz. Arzonligida olingan, ha? Mana. Kuzda bosilganmi endi bu? Ha, kuzda bosilgan Bahramjon. Oktyabrda boshida bosilgan. Biz ko'pchilik shunga o'rganib bo'ldi, Silovska. Shunaqa mana Bahramjon. Ko'rib turibsizlar akalar. Mana. Ishingizni ham ancha osonlashtiradi. Mashinadan qo'yga. Hop. Xo'sh, 1,5 ta qilib beramiz. Soat 10 da ertalab. Aptekaning 10 da 1,5 ta qilib bundan 1,5 ta qilib somon beramiz. Tepa-teng yevroda. Aralashtirib, kepasi beramiz. Keyin soat 2 da beramiz yana. To'g'ri. Shundan kechdan yemini beramiz, bo'ldi. Shu bir kunlik ovqat tugaydi. Bir kunlik ovqat shu yeb ichish. Haqiqatan olishga e'tibor berish kerak lekin Bahramjonlarga. Mana. Mayroqdan qo'y boqqanimi, molga sal yirikrog'i ham ketaveradi. Molga bor, qo'y katta qilsangiz yemay qolishi ham mumkin. Nushqi chiqarib. Nushqi chiqaraveradi. To'g'ri. Bular haqiqiy foydali video bo'lyapti turgan bo'lsa, like bosib ketinglar akalar. Sizlar uchun bosib obuna bo'lib qo'ysin Bahramjon. Sizlar uchun biz video obzor qilishda to'xtamaymiz akalar. Mana akalar, xohlasa qo'ylar yemini yeb bo'ldi mana. Mana 3 minut 4 minut. Mana ko'rib turibsiz. 10 minutga bormas ekan. Yana intilib turibdi, yana yem beramikin deb. Mana qo'ylar haqiqiy tip-tiniq yuzlari ham. yaxshisidan yiqqan ekansiz a? Ha, qo'ylar zo'rda yig'ilgan Bahramjon. Xudo xolasa mana yengil video qilib turibmiz. Shuncha qadrlab mehnatimizni like bosib obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolasa videolarni zo'rdan chiqarishda davom etaveramiz Bahramjon. Endi Deydi. hammaga nasib qilsin Bahramjon. Shunaqalarda misol olib men ham boqaman deganlarga hammaga nasib qilsin. Bundan ham zo'rlar nasib qilsin Bahramjon. Akalar, bundan ham zo'ridan baqinglar. Xudo xolasa bizni ozgina bo'lsa ham mehnatimizni qadrlab ko'ryapti turgan bo'lsalaring, like bosib, o'zlaringni samimiy tilaklaringni kommentariyada yozib o'tib ketasizlar akalar. Endi videoni yakunlaymiz Bahramjon. Bugungi ovqatlari berib bo'lindi endi. Kechki dasturlarimizga chiqadi akalar. Dasturlarimiz chiqadi. Fikrlaringni yozinglar. Kamchiliklari bo'lsa bejavob yozaveringlar. Kamchiliklari bo'lsa to'g'rilayveradi. Misol, fikr almashamizda bu video orqasidan ham mana shu do'stimiz ozgina nimadir xato qilib beryapti turgan bo'lsalar, sizlar fikrlaringiz ostida bu ham berish rejimini ozgina o'zgartirish mumkin. Sizlar agar bilmasalaring, mana shular orqasidan bilib olgan bo'lsalaring, baqsalaring bo'laveradi akalar. Nima deymiz videoning so'ngida? Hammaga mahnaga qo'yiladi, baqish nasib qilsa akalar. Ko'rib turibsizlar. Quloqlarini qarang, o nargisini qarang. Qulog'i o'ta ellik ekan o'shani. O'ta ellik. Qo'ylar vash tiniqlar deyilgan tabaram. Havas qiladiganlar. Biz ham havas qilib boqardik, mana o'zimizdan baqyapmiz endi mana xudo xohlasa. Havas qilib oxiri shu darajaga erishyapmiz. Mana biz ham endi mana o'zimizda bor, xudo xohlasa mana. Sekin-sekin bo'laveradi. Endi erta bahorga yana ham kuchaytiramiz Bahramjon. Niyatni yaxshi qilish kerak a? Yangi yana bitta qo'yxona quramiz Bahramjon. Yangi. Qo'yxonani tinig'idan yana bitta quramizda, eyga faqat o'zimni qo'ylarim bo'ladi, seleksiya qilib, işte ko'paytirib, videoni zo'r qilib qo'yib turamiz Bahramjon. Xudo xolasa. Sizga ham ishlaringizga Alloh baraka bersin, chorvangizga video chiqarib turasiz. Arzon narxlarda qo'ylar ham olib kelsangiz chaqirib, doim mana shunday hamkasb bo'lib ishlash nasib qilsin. Ko'rib turibsizlar akalar. Qulog'i uzun, yaxshi qo'ylarni video obzorini qildik akalar. Bugunga seleksiya yo'nalishiga vaqilyapti turgan qo'ylar ekan. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz akalar. Charchamaymiz. Hammani uyda mashina qo'ydan 100 bosh, 200 bosh bo'laversin akalar. Ko'rib turibsizlar. Qo'chqarni ham haqiqiy zo'rlaridan yig'ishgan ekan. Bular qachon sovliq qo'shasizmi bularga? Bular Bahramjon endi bular yetilgandan keyin qo'shiladi. Hali qo'zi-ya bular. Qo'zi, aytayapman, 7-8 oylik qo'zi. Bular Bahramjon 1 metr bo'ladi, xudo xolasa. 1 metrdan o'tadi. O'zi bular Bahramjon yozga chiqib kuziga, yozga 1 metr bo'lib qoladi bular Bahramjon. Haqiqiy zo'ridan tergan ekansiz. Do'st, barakasini bersin. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysin. qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib turasizlar akalar. Sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz. Ozgina bo'lsa ham nimadir ulashgan bo'lsa, biz bundan xursandmiz akalar. Xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Agar qo'y kerak bo'lsa ham mana shu kanalni kuzatib borsalaring, mana shu nomerlarni qoldirib o'tib ketamiz. Telefon qilaverasizlar. Hamisha mana shu chorva savdosi va qo'y boqishda mana shu oson usullari yoritib boriladi. Kanalni kuzatib boringlar. Sizga ham omad tilaymiz, Diyorbek. Rahmat, obunachilar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Akalar videoni yakunlayveramiz. Xudo xolasa ro'zadan keyin chiqaramiz yana. Chiqaramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.